Assalomu alaykum, bizani kuzatib boruvchilarimiz. Bugun Traktor Borus kompaniyasini Qoshidagi servisli sentr haqida gaplashamiz. Bizani servisli sentrimizni remontni sexiga marhamat qilinglar. Bu yerda biza selxoz texnikalar, spets texnikalar, ekskavator pogruzchiklar, traktorlar, shunga o'xshagan inomarka traktorlarni ham ta'mirlab beramiz. Ya'ni bu yerda mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, turetskiy traktor Fatih Perkins dvigateli bilan jihozlangan, moyish buzilishi bilan kelgan. Bu yerda ochib diagnostika qilib qo'ydik. Egalari kelgandan keyin maslahatlashib bir chekkadan boshlaymiz. Salonlarini ham polностью shumizolyatsiya qilib beramiz. Obshivkalari, konditsioner ishlamayapti, buni ham to'g'rilab beramiz. Keyingisi o'zimizni O'zbekiston eng sevib xarid qiladigan, eng sevib ishlatadigan traktor 80X traktori bo'ladi. Bu traktorni ham polностью noldan qilib beramiz. Eski traktor edi, kelganda ahvoli juda ham achinarli holatda edi. Hozir mana kapitalniy dvigatelini remont qilib berdik. Rulovoy sistemalari polностью bo'ldi. Gidrosistemalarini qildik. Yurish qismlarini ham, korobka qismlarini ham bir chekkadan ko'rib beryapmiz. Hamda chetlaridagi rezinkalarni, oynalarini ham almashtirib berganmiz. Undan keyingisi 80.1. Bu ham MTZ traktori. Korobka qismida ozgina buzilishlar bo'lgan, nosozliklar kuzatilgan. Buni ham yechib, hozir mana ustakalarimiz bir chekkadan ko'rib berishyapti. Orqa vom qismida ham, Karim aka? Hozir vom qismida ishlamaganmi? Ishlamagan. Buni ham hozir diagnostika qilib, ochib ko'rib beryapmiz. 208 mi, 209 pachimni ketganmi? 208. Mana yoyib, egalariga ko'rsatamiz, defektovka qilamiz, polностью. Egalari bilan maslahatlashib, keyin remont qilishni boshlaymiz. Shestronkalari yaxshimi? Korobkasi yaxshi. Korobkalari yaxshi chiqdi. Tormoznoy sistemalari ko'riladi hozir. Orqa zadniy mosi ham parallelni ko'rilib ketiladi. Bizning O'zbekiston sharoitida inomarka traktorlarini, ekskavatorlarini remont qildirishga qiynalayotgan fermer aka-ukalarimizga murojaatimiz. Kelinglar, maslahatlashamiz, ko'rishamiz, gaplashamiz, defektovka qilib beramiz. Ma'qul kelsa qildirasizlar. Mana ishimizni ko'rib turibsizlar. Bir chekkadan har bittasini ko'rsatib beramiz. Tak. Bu kirganda o'ng qo'lda alohida ehtiyot qismlar uchun zona ajratilgan. Bu yerda klient tomon, mijoz tomonidan olib kelingan ehtiyot qismlar ham saqlanadi. Biz o'zimizning ehtiyot qismlar saqlanadi. Shunaqa zona tashkil qilib qo'yganmiz. Bu yerda keyin toplinniy apparaturani diagnostika qiladigan, dozirovka qiladigan stendimiz bor. Bu stend bo'yicha ham mutaxassislarimiz ishlaydi. Har bitta masalan chexskiy apparat bo'ladimi, O'zbekistonda yig'ilgan apparat bo'ladimi, Naginskiy apparat bo'ladimi, injektor bo'ladimi, hammasini ko'rib, diagnostika qilib, remont qilib beramiz. Yana bitta murojaat qilib qolardim fermer akalarimizga. Olib kelasizlar texnikalarni, bitta joyda hammasi bitadi. Dvigateldan boshlab, korobka, ko'juq, zadniy mos, kosmetический ishlarini ham qilib beramiz. Mana bu traktorimizni polностью покраска qilib berganmiz. O'zini zavodskoy rangiga, chokko rang. Kapot krilolari ham tayyor, xudo xolasa ilib boramiz. Tekshirib bo'lgandan keyin bu yerda og'ir texnikalarga maxsus kran qo'yganmiz, 5 tonnali, bemalol mexanik akalarimizni ishlarini yengillashtiradi. Bo'lishga, qo'yishga, ochishga, kabinalarni olishga yengillashtiradi ishini. Keyingi bokslarga hozir ko'rsatib o'tib ketamiz ularni. Bu xonamiz tuning xona, bu kirmasa ham bo'lardi lekin.
qaraganda chiqara olmagan lekin. Mayli bir chekkasini ko'rsat, hali ko'rishsin. Hali premyera qilmaganmiz bu traktorni. Atak bu boksimiz tuning boksi hisoblanadi. Bu yerda salon qismini mana bu polik, chexol hammasi shu yerda tikiladi. Yoqimda ko'rsatsam bo'ladi. Mijoz keladi, har bittasini tanlaydi, ko'radi. Ushlab ko'rish imkoniyatlari bor. Videoda boshqacha ko'rinishi mumkin. Ushlaganingizdan keyin materialni sifatiga baho berasizlar. Shu ko'rib turib o'zlari tanlashadi, o'shanga asosan qilib beramiz. Kombinatsiya bo'lsa, kombinatsiya qilib beramiz. Xullas xohlagan rangi, alkantara bo'ladimi, eko koja bo'ladimi? Xilma-xillari bor. Polik chexolni ham o'shanga qarab, tabiga qarab tanlasa bo'ladi. Ya Ulug'bek uka, men senga nima dedim? Olmagin dedim-ku buni. Ko'r bu yoqqa. Hali mumkin emas bunga. Tugallanmagan ishlari bor hali. Bizda keyingi boksimiz, xudo xolasa, kraska boksi. Bu yerda o'sha trendga chiqayotgan ranglar bor-ku, bu mokri asfalt, yana matviy ko'ryapsizlar. Yana qanaqa ranglar chiqdi? Yashil rangga bo'yadi-ya. Xuddi o'sha ranglarni shu xonada, mana shu sharoitda sepamiz. Bu yerda akalarimiz uchun xudo xolasa qo'ldan kelgancha sharoitlar qilib berganmiz. Hali ketyapti Dilshod aka. Xullas fermer akalarning ishlari bitta joyda, bitta servisda bitib ketadi. Bunga kafolat beramiz. Bizani qo'yayotgan har bitta zapchastlarga, ehtiyot qismlarimizga, ishlatgan har bitta mahsulotlarimizga kafolat beriladi. Charchamen, Dilshod aka. Salomat bo'ling. Bizda keyingi boksimizda svarichniy seximiz, kichkina sex tashkil qilib qo'yganmiz. Shu yerda ozgina bizning kompaniyada ehtiyoj bor svarkalarga, o'shaning uchun tashkil qilib qo'yganmiz. Bu yerda Olim aka ish olib boradilar. Olim aka, charchamayapsizmi aka? Darajasi. Xudo xolasa, shoflari ham zo'r chiqadi. Har bittasini tekshirib, ko'zdan kechirib, keyin chiqaramiz, keyin mijozga beramiz. Svarishniy ishlarni ham, takarni ishlarni ham akani o'zlari olib boradilar. Olim aka. Bu xonamiz servisniy sentrimizni injenerlar, ya'ni muhandislar xonasi. Bu yerda Traktor Barus kompaniyasini nomidan sotilgan har bitta texnika bo'yicha kafolat beradigan, kafolat bo'yicha klientlarga, mijozlarga atvet beradigan Abdulaziz ukamiz o'tiradi. Ehtiyot qismlar bo'yicha Nodir akamiz har bitta murojaat bo'yicha alohida ish olib boriladi. Shu yerda rasmiylashtiriladi hammasi. Qanaqadir buzilishlar, noqulayliklar paydo bo'ladigan bo'lsa klient tomonidan Abdulaziz javob beradi. Zavod bilan bog'lanib turib, klientga atvet beramiz. Servisimizda undan tashqari mijozlarga pulli xizmat ko'rsatish turlari mavjud. Spes texnikalar, selxoz texnikalar, frontalniy pogrushchiklar, vilojniy pogrushchiklar, importniy traktorlar. Hozir O'zbekiston sharoitida fermer akalarimiz juda qiynalishyapti. Ustaxona topish muammo. Biz buni servisda yo'lga qo'yganmiz, tizimli yo'lga qo'yganmiz. Olib kelasiz, texnikangizni noldan o'zingizni xohlagan darajangizgacha olib chiqib ta'mirlab beramiz. E'tiboringlar markazida Belarus MTZ 1025.2 106 ot kuchiga ega va Belarus MTZ 1025.3. Bu traktorlarning narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu traktorlarning farqlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu videoni
kommentariyasiga plus belgisini qoldiringlar va quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar va albatta obuna bo'lishni unutmanglar. Hammanglarga rahmat.